Moqchi bo'lsa ekranda nomerlar qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston, rossiyskiy nomerlarga telefon qilib kelishinglar mumkin. Ofisimiz shu yerda mana. Kelib joylashib, ikkinchi etajga kelsanglar, biletlarni shu yerdan xarid qilib, bemalol ketsanglar bo'laveradi do'stlar. Nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy nomer bo'ladi. Rossiyadan ham kelmoqchi bo'lganlar, rossiyskiy nomerlarga telefon qilib, bemalol kelsanglar bo'laveradi do'stlar. Tanlovda tashib qolmanglar. O'zimiz shu yerdan chiroyli qilib jo'natamiz. Toshkent xalqaro avtovokzalidan primoy reyslar bo'ladi. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar. 3 ta направление bo'yicha ofitsialniy reyslarga biz javobgarlik qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Mana avtovokzalga kelganinglarda bunaqa chiqsanglar ham bo'laveradi. Shu O'zbekiston chapga sirazi burilganlar chap qo'lda O'zbekiston yozuvi turibdi. Shu yerdan chiqib kelasizlar. Kelganinglarda mana shu yerga yozib qo'yilgan. Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Krasnodar. Shu ofisga kirib bemalol biletlarni xarid qilib ketsanglar bo'laveradi do'stlar.